1917-yil. Xorazm. Muarrixlar tarixiy bitiklarida, tazkiralarida shu yil voha uchun nihoyatda alg'ov-dalg'ovli kechganligini yozib qoldirganlar. Buning sabablari ko'p edi. Dunyo miqyosida ro'y berayotgan o'zgarishlar voha hayotiga ham ta'sirini o'tkaza boshlagandi. Turli tahdidlar tufayli Xivada osoyishtalikka putur yetadi. Bundan voha aholisi o'rtasida norozilik kuchayadi. Ana shunday kunlarning birida Xivada ko'p yillar ishlagan Otaniyoz Oxund Niyoziy dunyo ishlaridan etak silkib shaharni tark etadi. Shovot bekligida Bo'yrachi qishlog'idagi uyida osoyishtalik topadi. Ko'pdan beri ko'nglida orzu qilib kelgan arab, fors shoirlarining she'rlarini tarjima qilishga kirishadi. Ogahiydan meros tarixnavislikni davom ettiradi. Shoirlarning eng yaxshi g'azallariga kuy bastalaydi, yozgan barcha asarlarini to'plab devon holiga keltiradi. Devonning 3 ta nusxasini erinmasdan o'zi ko'chirib chiqadi. Chiroyli bitilgan 3-nusxaning oxirgi sahifalaridan biri hoshiyasiga Foziljon, uning yoniga endi tug'ilgan farzandi Komiljon nomlarini bitib qo'yadi. 2 farzandi hamda asarlari jamlangan devon Otaniyoz Niyoziyning bu dunyodan topgan ardoqli ne'matlari edi. 50-yillarning o'rtalarida uning boshiga yana bir og'ir musibat tushadi. Akasi Foziljon baxtsiz hodisa tufayli vafot etadi. Uning 5 ta farzandini akasi o'rnida bag'riga oladi. O'z farzandlariday ta'lim tarbiya beradi. Hayot ulug' san'atkorni ana shunday sinovlardan o'tkazadi.